أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن سبقه الحدث توضأ وبنى والاستئناف أفضل وإن كان إماما استخلف وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبله. Bu bir fasıdır. Eğer şu namaz okuvchi adamga hadas, ya'ni tarafsizlik bir ish u adamga sabakat qilibdi. Ya'ni shu adam namoz o'qigan vaqtimizda tarsinib ketib namozni ichida turib deydi endi. Biz endi Al-İhtiyar li ta'lil muhtar degan kitobni o'qiyapmiz yani. O'qib oldingi darsimizda mana namozningki ichida qandoq ish qilsa, mana makruh bo'ladi. Buning ustida to'xtaldik ham qandoq ish qilsa u odamniki namozi buzilganligi buning ustida to'xtaldik. Hamda namozning ichida buzilganligining o'zida mana u odam namozni ichida turib bir narsa yesa ya issa yoki u odamniki o'zi bir gap qilib qo'ysa yoki Qur'oni Karimdan qarab turib namozni ichida shunday o'qigan bo'lsa, men u odamniki namozni nima qiladi ekan, buziladi ekan. Yoki namozni ichida turib Qur'onni qarab, yuzi tutib Qur'onni varaqlab mundaqan bo'lsa, o canın yüzde namozni nima qiladi, buziladi dedik. Chunki bu amel kasr. O amel kasr bo'lgandan keyin namozniki o'zi shuk turish Allohning oldida turgandan keyin buniga muvofiq bo'lmagandan keyin mana namozni ichida turib Qur'onni tutib turib varaqlab mana bunda bir Qur'onni o'qishniki o'zi namozni nima qiladi, buzadi dedik. Endi bir odam endi namoz o'qigan vaqtning o'zida men tahoratlar o'qiydim. Tahoratlar o'qigan bo'lgandan keyin tasodifiy endi tahoratlar o'qidi degan gap namoz o'qib bo'lish tarixi turdi degan gap. Endi shu odam tahoratni olgan vaqtida ashuni niyat qilib o'qib oladigan gap, o'qiydigan gap. Endi tasodifiy bu odamning o'zi mana namoz o'qigan vaqtning o'zida mana taras sinib ketibdi. Ya'ni u tuta olmabdi. Ya yalkib ketibdi, ya ish surib ketibdi, yoki bun qanab ketibdi deydi. Yoki u odamning o'zi qusib etibdi. U chani o'zining ixtiyori emas. Mana mushunda bir ish bo'lsa, u namozning ichida ekan, u chani qanday qiladi deydi. Endi Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu la tubtilu amalakum degan oyat bor. Ey mu'min, ey iymon etganlar, sizniki amallaringni qilayotgan amallaringni o'zini qilib bo'lgan amal buzmanglar. Bu nima tarafda? Diniy tarafda. Diniy tarafda qanday bir amal bo'lgan bo'lsa, mayli farz namoz, mayli nafl namoz yoki nima bo'lsa, buni qilib bo'lgandan keyin unga qarshi bo'lgan bir ishni qilib buzib, unda ishni qilmanglar dedi. Unda o'g'andan keyin men mushu oyatga asosan yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başka hadisleri var. Men mushu asosan bir adam namoz o'qidi. Ya bir rakat o'qib bo'ldi. Yoki alhamdulillah o'qib, yoki ikki rakat o'qidi, azroq salom berish qilib qolgan vaqtning o'zida mushundaq ish surib ketibdi, yoki yalchib ketibdi. Yoki buni qanab ketibdi, yoki yana qusib etibdi. Bu adam u chanizda qanday qiladi deydi. Asli bu amel kasr. Men mushundaq qan bo'lsa, u chaniki o'zida men bu odamniki namozi nima qiladi, u chaniki o'zida mena u odamniki namozi mena buzildi. Endi buzilgan bo'lgandan keyin u chaniki o'zida asli qiyos bo'yicha yuqorqi degan qiyos bo'yicha bu odam namoz buzib ketish kerak. Namozni çok buzib ketish kerak. Namozni boshqadan o'qish kerak. Lekin bu to'g'rida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki kelgan bir hadis var. Bir odam namozning ichida turib qusibdi. Yoki bo'lmaydi, mana u odamning buni qanab ketibdi. O'shan o'zida u odam darhol qaysin va tartasin va o'ziniki shu kelgan yeriga mana tartilib kelib gapla qilmasa kelgan yeri kelib doyini tartib bo'lgandan keyin namoz o'qisin degan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki sahih hadisi var. Mana bu hadisga asosan biz u meniki amal kasrniki o'zi namozning ichida buzyapti deb u aqlimizni nima qilib turib, oldin qatorib qo'yib turib, u buzib ketadi demaymiz. Chunki insonniki butkul vujudi ham shunida butkul mavjudotki narsamiz Allohning maxluqi bo'lgandan keyin aqlmi Allohning maxluqi. Buni insonniki o har tarafda chehlik, kuchi chehlik, bilimi chehlik, mana har umri chehlik, yeydigan narsa chehlik,
Paydalıgan narsa chekli bo'lgandan keyin shu qatorda aqlningmi uni bir narsa bilish, uni tafakkur o'qishniki o'zi nima u cheklik. Hamma narsa bilib keta olmaydi. Men aqlim meniki hamma narsa biladi deb aqlni bosh o'ringa chiqishniki o'zi to'g'ri emas. Unda o'niki buning qarta Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yetishib kelgandiki shu yetish bayaning o'zida Qur'oni Karim oyati mundaq debdi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam sen yetish mundaq debdi desa men aql mundaq deb unuga qisaqcha bo'lmaydi. Darhol aqlimizni u yerda nima qilamiz? To'xtatamiz. Ha, biz Allohning bandasi bo'lgandan keyin bandchilik, qulchilik hisobidan nemasi ma'qulchi deydigan nimamiz va iymon muqtazosi mana bu. Unda o'ndagi Peygamberimiz bu şeyde asosan men ashunday qilgan bo'lsa qanday qildi u odam? Meni tartaludi va kelgan yerdinla tartalib shu odam gap qilmaganda bo'lsa, men u odamning o'zi men u burniga bordim, tarat alg'ayoq berib natchani berib kelib degar qolgan tarat nima qilib ketgan bo'lsa, o'chanizda ya tarat sindirib, yana unidikini tarat elib tarat epla anidagi kelgan yerniki o'zida qayerda qolamiz rukudan sinib ketdi deydi yo sajdada. Shu ekiplarni sajdada boshlablar yana aşka o'qibchi ketdi. Men bu o'qib ketdi. Endi bunida nemishqa yeni birsiganiki jamoat imom ixtiyor qilgan bo'lsa, eng yaxshisi ashunaq o'qish. Chunki o odam oyoq berib namoz o'qib, taratib qilib bo'g'ichi namoz nima qilib ketdi o'chanizdan tugab ketdi. Yoki yengidan o'qisa, o'chanizda ayrim o'qigan bo'lsa savob oz. Ammo jamoatdan o'qigan namozniki o'zida Payg'ambar sallallohu deganidek, yani bir namoz o'qisa 70 hassa, nima 27 hassa, 21 hassa namoz o'qidi degan savobchi birdamdi. Endi undan oldingi savobni olaman deb o adam namazı başqadan o'qimay, yani aş kelgan yerdan imom ixtiyor qilib, ya shu ashtaqcho nima qilgan gap, o'qiydigan cho gap. Bu imomniki jamoatda o'qiydigan namozning fazilatini elish uchun. Endi lekin istinab afzaldir. Istinab degan yengilboshdan o'qish. Yani kelgan yerdan taratib, kelgan yerdan ulabda o'qish emas, uni boshdan o'qish. Boshdan o'qib, masalan, yangi yolg'iz o'qigan bo'lsa, boshdan o'qigan yaxshi. İmam ixtiyor qilgan bo'lsa, o'chada ulug'ini yaxshi. Ammo ulug'may turib, o'chaning o'zida men ayrim o'qiydim. Desa o'chaning o'zida bu odam hamda o yani imomniki namozniki o'zini ayrim o'qigandan keyin o jamoatniki fazilati qilib qoladi. Imom o'qib bo'lgandan keyinmi, yani o odamniki o'zi shu jamoatga imom ixtiyor qildi, men ashad qilib qoldim deb kelgan yerda o'qisa, imom o'qib bo'lsa, men jamoatning fazilatini shu oladi. Mana o adamniki o'zi jamoatdan o'qigan vaqtda o'zida mana o qanday qildi o odam imom ixtiyor qilib, ya'ni shu imomning namozini nerda kelgan bo'lsa, shu yerdan o'qish kerak. Bunu bu afzal. Ammo ayrim o'qisim desam çok bo'ladi. Ammo yolg'iz o'qigan vaqtda o'zida kelgan yerimda o'qimayman, chunki men amal qilib bo'ldim, uni buzsam bo'lmaydi deb yedisi kipti deb ashta o'qisak nima u bo'ladi. Lekin bu odamga nisbatan eng yaxshisi nima o? Yolg'iz o'qigandan keyin yengil yeniden çok başlap tekbir edip yani başkaça okuş. Hem de o adamın yüzü imam buldu. Mesela imam akılımdaki yüzü aşında tuyuksuzda tersini gidip de imam boğa vaktin yüzü de ya ki yelçi gidip de ya istürüp gidip de buna adam çok bulu demdi bu. Ya bunu kadap gidip de ya ağzı kusur etip de. Ben muşunda olan olsa imam kandak kolu da olsa imam akılın yeni bir adamdaki aş ornuğa yeni bir adamı ekildi. Şundak yanındaki bunu da kıldı, ondaki yeni ahir adam şuna tutup ekiplan, acayip kolupla, ondaki yüzü berip, ondaki namazı okup, eğer aşağı verip, uçağındaki yüzüden yeni kirip, imamın ornuna kirip, eğer imam, ikinci imam boştu verse, o yeni kayıtlı imam bulup, yeni okuyuverse çok boldu. Ya ki onu adam çıkıp geçse, ahirde verip, kelgen yerde bunda ixtiyor qilib, yani o tamamlısı boldu. Ya ki olmaydı o, yengil başını okusun çok, onu çok boldu. Mene bu, İslam dinimizdeki mana bu ibadet meselesindeki üzerinde bazı tarafta akıl çok işlemeydi. Akıl bunun için nima qilolmaydi. Çünkü bendelik hesabından Allah Taala bunu qilsin deb buyurgan nima oldu, emel oldu. Endi o odamniki o'zi namoz o'qigan vaqtida saram bo'lib ketdi. Nima qilib o'qimaydi ekanda? Yoki o odam namozni işte uxlab ketdi. Uxlab shu namozni o'qib, imom ixtiyor qilgan yoki nima qilib, uni uxlab ajjiq tush ko'rib, bu yerda ehtilom bo'lib yoki ho'shidan namoz o'qigan vaqtida ho'shidan ketibdi. Bu chog'da bu odam qanday qiladi? Namozni yengil boshdan o'qiydi. O'chad kelgan yerda nima qilmaymiz uni
okudu demeyin. Çünkü bunu dinlemiş qadigan vaqtımızda bu doğruluk yetisi çok kemmedi. Bunu nesi yok. Nesi yok olgandan uçağınızdan akıllığa ayetki emel kesip buzvadı degan asasan ha unda burun o'qanimiz buzildi. Endi yengil başdan o'qiymiz degan asosan boshqadan nima qilgan gap, o'qiydigan cho'q gap. Agar shu odamga tashahhud o'qib bo'lgandan keyin shu ishlar yuz yuribdi. Attahiyatni o'tirib o'qib bo'lgandan keyin shu ishlar yuz bergan bo'lsa, masalan aslida tashahhud miqdori o'tirish farz, tashahhud o'qish vojib. Endi shu ish bo'lgandan keyin namoz tamom bo'ladi. Lekin salom kelib qoladi, salom berish vojibdir. Endi o'chamiz qanday qiladi desa, u odam shu chon o'zida yana qoidadan tarat elib, yana shu ish yuz bergan bo'lsa, yana qoidadan tarat elib kelib, ash tashahhud o'qib bo'lgandan keyin ashta bo'ldimi? Yana kipli o'tirib, yana shu duratni o'qib, andagi salomchi berdi. Yani mundaqcha ish qiladi. Va agar endi shu attahiyat o'qib bo'lgandan keyin u odamniki o'zi attahiyat o'qib bo'lgandan keyin o'chani qasddan tarat sindirib o'tibdi. Ya gap ketibdi, yoki bo'lmaydi, yal chiqirib o'tibdi, yoki buni bilan chuqchilab yurib qonitib o'tibdi. Mana mushundaq qilmasa qasddan namoz ishiga o'qib turib ishtaqan bo'lsa, u odam namozi komil mukammal bo'ldi. Ya'ni namoz tugidi. Faqat u odamniki o'zi vojibni qilmagan bo'ldi salom berishni, ammo namozniki o'zida qandoqli bir qiliq bo'lsin, shu qiliq bilan namozni chiqishniki o'zi nima u? Mana farz. Mana o tugaydi yani vacip. Ama salam berip de qilish nima o vacip. Onda oradaki vacipni o adam terk etse, aslında namazdaki ichida o namazı yüzü namaz çok buluyordu. Ama farzni terk etip kalsa nima degan to namoz uchun qat'iy durs olmaydi degan. Farz qat'iy tashahhud miqdorida o'tirish, tashahhud miqdorida tashahhud o'quvchilik shu miqdorda shu o'lchamchilik o adam o'ltirgandagi farz tamam bo'ldi. Ama tashahhud attahiyat o'qish vojibdi. Undan keyin chiqish nima o salom berish vojib. Undan keyin o farz tamam bo'ldi, 6 dona ichidagi farz. Salomni berishning o'zi vojib. Onun uchun odam qasddan o'zi bir qiliq bilan chiqqan bo'ldi namozda, mayli yal chiqarib yoki buni qanitib, o'shaningizda o odam yani qoytidan men nima qilaman? Yani tartibli qoyt kelib qolgan ya'niki o'zini men nima qilaman? Men o yilki kelgan ulab andik salom berib unda qilmayman, unda qilman demaydi o deydimdi. Endi bu bir paslidir. Jamanda bu pasl. Endi yuqorqi ash kitobniki ash 5dan mushakkalchi bo'lgan orliqda mana namozning vaqtini o'qidik, azonniki qanday o'qilganligini, namozning sirtidagi farz, namozning ichidagi farz, uniki sunnat odoblari nima buzudi, mana qanday ish olsa bo'ladi degan mazmunda nima qildik, to'xtaldik. Bu namozniki asli o'z vaqtida o'qish nima u farz. Tushunamdi? Farz. Chunki bu to'g'ri ham oyat var, hem Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning nimasi var, mana hadisi var. Her qanday namozni o'z vaqtida o'qish kerak. Mana namozniki har bir namozniki vaqtini biz oldingi darsimizda nima qildik, uni deb bo'ldik. Men shu vaqtniki ichida o'qishimiz, men mu'min, musulmon degan odamga nisbatan u nima farz. Men u farzni qilmasa, ya'ni o'z vaqtida o'qimasa, o'chanlik o'zidan nima bo'ladi? Gunoh kabir qilgan bo'ladi. Ya'ni o'g'irlik qilgandek, zina qilgandek, bunda yanchishlik qilgandek, g'arq qilgandek, shunda og'ir gunoh bo'ladi. Men o'z vaqtida namoz nima qilish kerak? O'qish kerak. Endi olim hadis men shundaq namozni o'z vaqtida o'qiyman deb turib, ba'zida unutilib qoladi yoki jiddiy bir ish bo'lib qoldi deydi. U chonlik o'zidan namoz nima bo'ladi? U chon o'zidan qazo olib ketib qoladi. Shundaq bo'lsa, u odam gunohkor bo'ladi. Gunohkor bo'ladi. Ammo insonchilikda bu yilki odamniki o'zi u yilki robot, yilki sun'iy mashina emas, avtomatik o'zi mudaq besib qo'yish shandaq mangdigan har xil ishlar yuz berdi. Yuz bergan vaqt o'zida namoz nima keldi, u chon o'zidan qazo olib ketdi. Qazo olib ketgandan keyin o'chaningizda namozniki qazo olib ketgan, ash namozni qazosini qilish vojibchi bo'ladi. Uni qazosi qilmasak çok qat'iy bo'lmaydi endi. Endi shunday shu qanday qiladi? Men ash vaqtning o'zida mesela uxlab ketdi o odam deydi, yodi chiqib ketdi, yo bir ish olib ketdi, ish olib ketdi endi namozni o'qiyamabdi, bu namoz o'tib ketgan vaqti u deb yoki atgan tarafda bo'libmi uxlagan vaqtning o'zida voy kun chiqib ketdi. Masalan,
Men muşunda olsa uçağınıza derhal o adam oğandı ya esliga aldı. Şu vaktin üzerinde derhal esliga erga vaktin üzerinde men oğanıga vaktin üzerinde derhal şu okuyamagan namazın, şu vaktiki okuyamagan namazındaki kazasını nima qiladi? Qildi. Men o namazı qildi. Men qandaqki o adam saferde olsa yoki hazarda olsa. Men o adamning o'zi safarda turib, o adam qandaq qildi? Men safarda turib, bomdodni o'qiyamagan bo'lsa, safardagi adam qandaq qilib namozni 4 rakat bo'lsa 2 rakat o'qiydi. 3 rakatni zot 3 rakat o'qiydi. 4 rakatlik namozni 2 rakatdan o'qiydi. Alloh buning uchun ruxsatchi qilgan. Mana shu vaqtning o'zida o adamning o'zi safarda ashta uxlab ketdi yo bir ishlar bo'libdi, shuning bilan yo'da olgan vaqtingizda asli yo'da kelgan vaqtingizda o adam 2 rakatdan shu qazosini qiladi. 4 rakatdan 2 rakat, 2 rakatdan 2 rakat, 3 rakat 3 rakat. Endi o adamning o'zi mana uyda o'qdi, safar qilmaganda bo'lgan bo'lsa, masalan, attiganlik 2 rakat o'qiyman deb turib namoz vaqti uytib hamda kun shu oy chiqqancha o'g'inib ketsa, yoki o'shdan ketibdi, yoki uxlab ketdi, yoki yodishib ketdi, masalan, peshin asr deydi. Shu vaqtning o'zida bu adam o namozniki qanday qiladi? 4 rakat namozi bo'lsa 4 rakatni qiladi. 2 rakat qazosi qilgan bo'lsa 2 rakatni qazosini qiladi. Endi namozni qazosini qilishdan farz namozniki qazosini qilamiz. Farz namozniki nimani qilamiz? O'chanlik o'zida qazosini qilamiz. Mana bu. Mana farz namozniki qazosini qilamiz. Sunnatniki nimasi qilolmaydi? Qazası qilg'idichu bo'lmaydi. Ammo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bor. Sunnatniki qazosi qilish uchun faqat bomdod namoznikini qilsaq bo'ladi. Mana bu to'g'riliq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki bir qata shundoq bomdodni biz bir yerga urushga berib, shu kechichi minib tongatoy degan vaqt uxlab qilib, bir odamni kuzatchi qilib qo'ygan. Qilib qo'ysa, u uxlab qolib, shunga kun oy ichib ketgan vaqt o'g'inib, shunga payg'ambar qubbuning oyog'i bordi deb u yerga berib, bomdodning sunnatini ham farzini ikkisi bir o'qib qazosini qilgan. Shu kunlik shu namoz bomdodniki qazosi qilmoqchi bo'lsak, shu vaqtimizda agar sunnatni qilib qolsak-chi, u bo'ladi. Ammo unidan o'tib ketsa, u bir kun o'tib ketsa, o'chaning o'zida u bomdodniki sunnatni qazosi qilmay, farzinikini qilish kerak. Ammo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ekan deb o'chaning o'zida qilsak, u nima bo'ladi? U mudirsul. Chunki sunnat degan farzdan nima u? To'van. Sunnat degan farz to'van. O perzigen Allah Teala'nınki bendinin üstüge o kılışkı mecbur kılan o bir nime o ibadet. Onu kazıp kalıdı o adam onu kımısa, onu soruludu. Ama sünnet şu sorulmaydı. Sünnet neymişi sorulmaydı? Bu sünnet diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yol koygan, aş perzi toluqlaydıgan, kem yapıp kalsı toluqlaydıgan, hem Allah'a yakınçılık kılgan bir ibadet. Mene o adamniki üzü, mene sünnet dep turup o adam, mesela qilmagan bo'lsa, o'chan qilamapti, o'chan o'zi bu bunda faoliyatniki o'zini men Alloh so'ramaydi. Ammo u odamning o'zi meni inkor qilib turib, masalan, o'chan o'zi qanday qilibdi? O odamning o'zi inkor qilib, sunnatga nishmiti, hech nima bo'lmaydi deb, o'chan o'zi namoz o'qisak, o'chan o'zida o sunnatning o'zini yengil sanagan bo'ladi, og'ir gunoh bo'ladi. Mana o sunnatni ko'z kelmay, ya bundaq sunnatgan farz emaskan o deb ko'z kelmasa, zot dindan chiqamiz. O cho'ng bir gunoh bo'ladi. Ammo uni yengilsa, va bundaq qilsam bo'ladi deb qilsak, o'changizda sunnat amallarni, sunnat namozlarni qilmasak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki u dunyoga borgan vaqtning o'zida nimadan qilib qolamiz? Shafoatidan noil bo'lmaymiz. Ham havuz kavsarga tushib bora olmaymiz. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ttirib qo'ygan sunnat ish, sünnet kılık, sünnet faaliyet, sünnet hareket, sünnet namazlarındaki üzerine devamlılıkçı kılışımız gerek. Yani bunu kılış arka Allah Teala'ya ne kılamayız? Yakılışımız. Şunu Allah Teala bizge kılan dua, biz Allah'a kılan duanın üzerine icabet kılıdı. Bu sünnetindeki ornu İslam değil de naitime o mühim. Onu kılmasak çok bulmaydı. Hem de ondan o anki sünnet namazındaki nemesini kılmaydı o, kazasını çok kılmaydı. Eğer bunu bu başka namaznikinin ama bamdatniki degende açtak kalsak şu günniki bamdatni şu günün üzerinde kısak uçağınızda birge o boludu. Çünkü 7'si var. Bunun nime var? 7'si var. Hem de vitir namazındaki üzerinde nime var? Sünneti yukarı. Sünnet yukarı vacipten sel bir derece töven. Onda o andaki bizdeki Hanefi mezhepten
vitr namozniki qazosini nima qilamiz? O'chan o'zicha uni qilamiz. Ammo boshqalar vitr namozining o'zini, masalan, Hanbali, Shofiy mazhabdagilar nimeniki o'zini vitr namozniki o'zini nima qilmaydi? Qazosini cho'q qilmaydi. Sunnat deb qaraydi ular. Ondan keyin ular qazosi qilmasa bo'ladi deydi. Biz ham mana vitr nima deydi? Ana o'tgan o'qigan darsimizning o'zida bu sunnat muakkad, ya'ni vojib dedik. Ondan keyin buniki qazosini cho'q qiladi deymiz endi. Endi qazo namozniki o'zi mana ilgari qiladi bu qazo o'tib ketgan namozning o'zini vaqtiy namozniki. Masalan, o'z mushu vaqtda o'qiydigan bir namoz bor. Masalan, o adamniki masalan peshin qazo olib ketibdi. Peshin qazo olib ketgan bo'lsa, endi asr kirib ketibdi-da. Asr kirib ketgan bo'lsa, shu vaqtning namoziga asrni o'qib, andiki peshinni qazosi qiladi demaymiz. Oldin qanday qiladi? Peshinni qazosi qilib etib, asr kirib qolsa, uningdagi asrlik namozning qazosini cho'q qiladi. Yoki asrni qazo olib ketibdi. Asrni qazo olib ketgan bo'lsa, nim bo'pti o'chanizdan namoz shamniki vaqt kirib ketdi. Azn o'qib ketibdi, kun o'tirib ketgan bo'lsa, o'chanizda qanday qilamiz? Asrniki namoz qazosi qilib deb, undan keyin namoz shamniki farzini o'qiymiz. Mana mushundaq qilish nima u bizning Hanifiy mazhab nihoyat muhim. Bu to'g'rida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisi bor, shu asosan bekitilgan gap. Lekin u odam shu vaqtda o'qiydigan namozniki vaqtiniki uytib ketishni qo'rqibdi. Ya'ni mesela asrni o'qisan, o'chaning o'zidan mesela peshinni qazosi qilib o'qib qolsam, asrniki yine qazo olib ketadi. Kun o'ltiray deb ketdi-da. Yo'q bo'lmaydi. Men asrni qazo qilayotgandim, ham namoz shamni o'qib qolsam, namoz sham vaqt bo'ldi, namoz shamni egar asrni 4 rakat namozni o'qib qolsam, o'chaning o'zidan bu namoz shamniki vaqti o'tib ketadi. Namoz sham qazo olib ketdi desak, o'chaningizda shu vaqtniki nimasini o'qiymiz? Shu vaqtniki namozni o'qiymiz. Sham vaqtini o'qiymiz. Ammo vaqtini o'qiymiz. Uni boshda o'qib, undan keyin qazo olib ketgan namozning o'zini, uningdan keyin qazosini qilamiz. Mana bu hukm tartib, meni bu. Endi qazo namozining o'zini, qazo vaqtining o'zida, qazosi vaqtining o'zida nima qilamiz? O'chaningizda tartib bilan qilamiz. Masalan, bir odamga masalan 5 kun, mesela 1 kun deydi. Muşta namazı qazası olgan bo'lsa, qazo olib ketgan bo'lsa, uni qazosi qilmoqchi bo'lsa, qanday qazosi qilamiz? O'chanda asrnikini, peshinnikini yoki namozshani omandaq qilmaymiz. Mana vaqtiniki namoz o'qisak qanday o'qiydi? Mesela bomdod, peshin, asr, mesela namozshan qutdan deb o'qiydi. Shu vaqtimizda 1 kunlik namozni qazosi qilmoqchi bo'lsak, oldidan nemini o'qiymiz, bomdodni, undan tartib bilan qazosini qilib o'qiymiz. Kalampay undaq, oyadin, mayadin o'qimaymiz. Men mundaq qazosini qilish o nima o? Mana o nihoyat muhim. Ishta qilmasak bo'lmaydi endi. Buni uchun diqqat qilish kerak. Mesela bu odamniki 1 oy, yo 2 oy, yo 1 yil, yo 2 yil, 10 yil. Mana shundaq qazosi bo'lib ketibdi, odam o'qiy olmay. O'chani qanday qiladi? Mana shu vaqt o'zida asr olgan asr qilay, mana demaydi. Uni tartib bilan shuning hammani hisoblab, masalan 10 yil o'qiyamabdi men. 10 yil o'qiyamagandan unda o'qigandan bu namoz qanday qazosi qilishim kerak? Hozir farz namozning vaqti qanday tartib bilan bo'lganmiz, shu bo'yicha qazosi qiladi. Boshda shu nimani o'qiydi? Mana uniki bomdodni qiladi, undan keyin peshin, uning asr, undan keyin namoz sham, uning xubtanni qiladi. Xubtanni qilib, undan keyin mushtaq qiladi. Bunu da andikin her namazdaki okuğa vaktimizde her bir namazdaki vaktini mesela bamdaki kazası kvatay der. Ben onu çok okusun. Onu vaktim çıkkense hani 5 günlüğüne, 1 günlüğüne 5 kançı namaz oldu. Uçanı 5 vaxt namazıken bamdatni okup boğan deyken, küçük boğan deyken hani açtak çok kıson. Ben muşunda kılıp hem de bolsa amal ba bunu keçiktirme uçanın özüde derhal aşu amal ba işte çok etiş gerek. Hem de ayet yürüp ketem de, övgülük yürüp ketem okulanmaydı. Okumagan deyken o adamın nispeten o adam kanda kılıdı. O adam endi o dünya berip kalsa onun cezasını tatıdı. Onun cezası ne buludu dünyada? Ot küyüş oludu. Eğer hep okumasa Allah. Tövbe okumaya tatıp kalsa. Şunun için muşunda bir namazını 5 yıl ya 10 yıl 15 yıl deydi bir yıl okuyamaya çıkan olsa amal var. Vakt çıkan kadar ben boz hesaplap, boz yizip
Mene manchilik oldu, ançıkırlık oldu okudum deb, mene muşun için naiti inçkilik falan çok kılış kerak. Bu bizdeki İslam dinindeki ibadetin yüzey bu madahlık koygan nersi emez. Ölçem var. Hemen nersin ölçümü var. Hemen edep koğul kelin çağa kıldığa iş yok. Men namazın vakti var. Namazın vaktini ütüp gelsin namaz olmaydı yani. Kazası kalmadı. Koçon günah oldu. Yani zakatın ölçümü var. Rozunun ölçümü var. Hacının ölçümü var. Ölçem var. Onunki tertip nemesi var. Dairsi var. Şu bu inç kıldığın gep. Tarihinin şunda. Ve tertip alındı bunda kılmaydı. Onun nemesi var. Perzi var. Sünneti muştak kılısı. Anda kılısı değil gani. Anda o andikin bu namazdaki üzünümü aşında tertiplik. Nait inçkilik falan. Mesela bir yıl okuyamadım ben. Bir yıl degen kaç gün? 365 gün. 365 gün olsa hemen yüzü. Ben her günü mesela bir yıllık için okusa bir yıllık namazı kazası kılman dep. Yani her günü uçağın yüzüde vakt çıkıda işim bulmaydı. Kepbalığa işim buludu. Şunun için aşına amal ba. Ben uqqan bolsa aşına şu bunca dikkat kırıp namazı kazası kılıp anıdaki namaz kaza kılıp ruhi ne boludu uçağına rahat oldu. Hemen Allah'ın perçkan namazı ben emde kazası kılıp buldum. Dep var ruhi teraptim birden hatırcam bolun gep. Bu şu unutulup kap anı okam texim veş edip adamın konuyu texim yelak gam bolduğun gep şu iniq buluş gerek. O guban miki bilen işçi bulmaydı. Hem de namazı kazası kavaklık yüzüde bu adamlık yüzü yani unutulup kalışıyla tertip düşüdü deydi. Mesela unutulup kaptı. Mesela şu vaktin yüzüde mesela eseri kaza olup gitti de eseri kaza olup gitkendiken namaz şemdeki okuyma dep okuptu. Okuğa vaktin yüzüde bu adam unutulup kaptı. Yine şu namaz şem okuyman namaz şem vakti kirga vakti ben eseri kazası kılıp andık namaz şem okuyman diga vakti unutulup kaptı. Beripla namaz şem okup gitipti. Uçağın tertipindeki perz ikenlik o yerden kod düşüdü. Uçağın yüzüde yine namazşan okan, vaktindeki namazşan okan namazı uçağın yüzüde ne boludu uçağın bulmaydı demeyimiz. İşte bu tertipinden okuş, kazasını kılış, nimeti o perzdi, bunu olan unutup kalış filan. Çünkü insandaki, vücudundaki insandaki unutulup kalış insan yüzünün işemez. Bu Allah Teala tarafından kelgen gep. O nimemesi o mükellefler, bu doğruluk Allah onu Peygamber sallallahu yetiştirgende. Bunda bir unutulup kalış arkalık bir adam bir işini koygan olsa Allah onu da küçürdü. Bu kolda kötürüldü benim ümmetimden degan nazmunda nima vatdi? Edisi çok batdi. Yeni bir sanat iken tertipniki yüzü. Meni tertipte duqyan. Meni qaza namazının yüzü tertip bilan qilish kerak. Aldıdım bamdat, pishin, asr mashta buluş kerak. Meni ashta qilish kerak dedik. Unutulup kalışlar düştü. Yeni birisi şu vaqtniki, aşı namazniki vaqtini o'qisak, u chog'imizdan yıl kazası qilib qolsak, vaqti o'qilgan namozniki o'zi qazo bo'lib ketgan. O'chamizni o'cha tartib bilan o'qish degan farz unchani nima qiladi? Tushidi. Shularmi uni tushidi. Agar bu namozniki o'zi mana 5 vaqtga ziyod bo'libdi. Ya'ni bir kundan ziyod namozni qazosi qilib o'tibdi. Masalan, 2 kun, 3 kun, 10 kun, 15 kun, 20 kun, 30 kun. Masalan, 1 yil, 2 yil, 10 yil, 15 yil. Mana mushundaq namozniki o'zini bu odam qazo qilib ketgan bo'lsa, o'chaniki o'zida mana nima bo'ladi? Tartib bilan o'qish vojib. Shuna bu tartib bilan o'qish vojib. Uni lekin 5 yillikniki boshqa yilni o'qiyman, mana qilman demang. Qayerda boshlab o'qamasa shu 10 yil, yo 5 yil, yo 1 yil o'qamasa tart ashni qoldirmay, ashtaq cho'q saqcho'q bo'ladi. O'chanimizda birinchi oyniki ma'vu, ikkinchi oyniki demang. O'chani bilsak yaxshi. Ama onda demek, şunu yakıp ahirden başlap, mesela ahir kaçan namaz okuyan, şunu ki ahirden başlap kazası kısak mı olurdu, ya 5'den başlap kazasını kısak mı çok olurdu. Mesela bir adamın ki mesela 2010 yılda başlap namaz okuyamagan olsa, mesela 21. geldi hazır, 21. yıl gelgen boğandıkken uçağın yüzünden, ben hem de 20. yıl başlaptı o namazdaki yüzüne, uçağın yüzünden hem tertip düştü diyen gel. O adamın yüzü 20. yıldan başlap, 20. yılı 19, 18, mesela 17, 16, 15 mandak kılıp kısım boludu. Ama o 5'ten başlap mandak çok, kazası kısmı çok, o duruş çok boludu. Hem de bu yerde tertipler okuştaki özü mühim. Perdep kargandayken hem tertip düşkendeyken o kaydı çok, o bulmaydı hem de bu adam namazın kazası kılış çok kerek dedi. Kayısı namazın kazasını kılıdı. Benim yani deydi ki 5 vakt namazniki
ve vitir namazı kazası kıldı deydi. Yani ayetin dediğimizde. Hem de bamdatınki sünnetinin kazası kıldı o adam şu bamdatından birlikte okuyan olsa. Bamdatınki perziden birlikte kazası kılmakçı olan olsa o bamdatın sünneti aşırı birlikte kaza olup gidipti. Uçağınızda kazası kılmakçı olsak uçağınızda şu küllük namazınki aş perziden birlikte koşup sünnetini bamdatın sünneti kazası kılsakçı buludu. Hem de töreket sünnet pişinniki perziniki aldı da bu adam nime kılıdı? Kazası için kılıdı. Pişinniki nimesideki perzinki dedi. Mesela mescid kirip kaptık. Mescid kalsak imamniki özü nime kaptı? Per türüp kaptı. Per türüp kalan olsa asıl töreket sünnet pişinin aldı da okuydu. Okandaki biz onu okuyamayız. Derhal imamı ihtar kılışımız gerek. Çünkü imamdaki ihtar kılıp okuşuniki nait muhim onunki savabı ve katta. Ana o anıkin bunu karta o sünneti okumayla an imin okuttuğu eden imam ihtar kılıp perzinci okuyan olsa uçanın üzde pişinin perzi okup boğandan keyin anıdaki nime kılıdı? Töreket sünnetin kazasını kılıdı. Fakat. Hem de uçanızda pişinin ahirindeki işkirket sünnetini okuyup işkirket sünnetini okup kılımız mı? Ya ki töreket sünnetini okup andaki işkirket namazını okup kılımız mı? Uçan özümüz için ihtiyarı. En yaxşı qanday qilish kerak? Hem qaza olib bo'lgandan keyin peshinning ikki rakat sunnatni o'qib bo'lgandan keyin andan keyin boshda o'qiyolmagan 4 rakat sunnatni o'qisaqchi bo'ladi. Ammo bu peshinniki 4 rakat sunnati, 2 rakat sunnati degan gapniki o'zini u qaza olib ketgan vaqtni o'zida qilmaymiz. Mana endi peshinniki sunnatning o'zi shu vaqtniki o'zida imomga ixtiyor qilib u vaqtida oldi o'qiyolmabdi. O uchun peshinni o'qib bo'lgandan keyin andan keyin o'qisak bo'ldi. Bir tarafda bu qazo emas. Vaqti tartibida bo'lsa vaqt ketmadi. Mana buni qilish bo'ldi, ammo boshqa namozdagi sunnat bo'lgan. Masalan, uniki oldida boshqa sunnat namozimi yo'q zodi. Namozning oldida ham sunnat yo'q, namozning oldida xutbaning oldida sunnat. Bir faqat nima bor ekan? O'z peshin bor ekan. Meni peshinning sunnatini o'qiyolmagan bo'lsa, boshda 4 rakat yani şu peşin o'qib bo'lgandan keyin shirkat o'qib bo'lgandan keyin 4 rakat o'qisak, men bunday tenim bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Ammo peşin farzni o'qiyolmagan bo'lsak, peşin qazosi qilmoq bo'lsak, bu sunnatniki nimasi qilmaymiz, qazosini qilmaymiz. Sunnat namozi qazosi qilish yo'q. Ammo bamdatniki sunnatni qazosini qilish agar shu kunniki o'zida bo'lib qolsak, billa uni bilan çok qilamiz deydi. Mana hammamizda Alloh taolo men shu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem degan mushu hadis bo'yicha amal qilgan haqiqiy taqvo muttaqi olim yaxshi kishilardan farzandlar qilsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.